Assalomu alaykum. Yana bir bor aka-ukalar. Bugungi kun yakshanba. Andijon mashina bozoridamiz. Navbatdagi videodamiz. Xo'p, Matiz mashinalarni obzor qilamiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha Matizlar haqida ma'lumotlar berib, bozorda nech pul bo'lyapti, qanday holatlari, qanaqa holatda, qanaqa narxda, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldirib, qimmat arzonligi, yoqqan yoqmaganligi haqida fikringizni qoldirsanglar, xursand bo'lamiz. Biz esa unda boshladik. Hormaylar aka, sizlarmi? Qayma rang Matiz avtomashinasi bor ekan, aka-ukalar, mana ko'rib turganingizdek. Hop, 2015-yil 189 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya, ikkita petnosi bor deyapti ekan. Hop, $1500 puli borga varianti ham bor ekan. Naqqa $4300 mi aka? Naqqa $4300 deyapti. Kami bor. Qo'lga tegish qancha aka? Ha, sizniki emasmi? Xullas, mana $4300 ga kami bor deyapti ekan. Birinchi Matizimiz. Hop, ko'rib turganingizdek mana chiroyli qilib tozalab olib chiqibdi. Antifriz, avtolarni almashtirib, xudo xolasa, cho'tki holatda turibdi, mana ko'rib turganingizdek, motor holatlar. Qayma rang. Xullas $1500 puli borga varianti ham bor ekan, $4300 kami bor. Menimcha bir $3800 larga kelishsanglar bo'lsa kerak. Nomerini qoldiramiz. 91 605 47 47 ekan, xudo xolasa. Oppoq svetda Matiz avtomashinasi bor ekan, Prasto ekan. Bitta detalda 3 ta petno bor deyapti. Qaysi detalda bor ekan? Petnos. Holatda bor. Mashinada ozgina 3 ta petnosi bor deyapti. Qolgan joylari toza-ya, xudo xolasa. Rixtovkalari ham bor, xudo xolasa. Hop, variant $2000 puli borga variant ekan-a. Bu avtomat qilingan bu aka. Mexanikami? Ha, mexanika bitishga. Hop, $2000 puli borga variant bor. Naqqa $4400 ekan-a. Qancha aka qo'lga tegishi? Bir 3800 larga bo'ladimi? 3900 ga berasizlar-a? $3900 ga berishar ekan, mana akalar, xudo xolasa. Hop, mayetda metalari ham anaqa bor-a, siroylari. Bo'lishi kerak. Aha. Metallari ham turibdi. Zapas baloni yo'q ekan pastida. Uyda bor, Ha, uyda beriladi-a. Demak, $3900 ga akalar berar ekan, xudo xolasa. 2017-yil 109 ming yurgan Prastoy, bitta detalda 3 ta petnosi bor, oz-moz rixtovkalari bor deyapti. Hop, $2000 puli borga 1,5 mingga chiqam chiqmaydimi? Bo'lmaydi, qiylanilar aka. $2000 puli borga berar ekan. $3900 ga naqqa berar ekan. Nomerlarni qoldiramiz. 97 li ekan. 104 0024. 93 li 630 38 38. Aka bozorlarni bersa. Mana mada ham Matiz bor ekan. 2008-yil 474.747 yurgan, ikkinchi pozitsiya, 20% kraskasi bor ekan. Hop, $2700 mexanik ekan. Kraskasi 20% xolos ekan deyapti, xudo xolasa. Ikkinchi pozitsiya ekan. Hop, motor holatlarini ko'rsatamiz akalar. Mana motor holatlari yaxshi holatda turibdi. Hop, narxini kelishamiz deyapti. Hop, metan, benzin cho'tki yuradi ana. Hozir salon holatlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana yaxshi holatda turibdi salon holatlari, ko'rib turganingizdek. Akalar, mana orqada kolonkalari ham bor ekan. Orqada kolonkalari ham bor ekan. Mana orqasi metallari, suroylari bor, metalni xudo xolasa. Hop, mana ko'rib turganingizdek yaxshi holatda turibdi. 2700 qo'lga tegish qancha aka? Kanalga qo'yib qo'yamiz. 2,5 kanalda. $2500 ga berib yuborishar ekan. Ana best ekan, xudo xolasa akalar. Ko'rib turganingizdek $2500 ga berishar ekan. 2008-yil ikkinchi pozitsiya. Hop, nomer ashi nomeri? Ha, nomeri keladigan bo'lsa 33lik 311 0706 ekan. Telefon qila olasizlar akalar, xudo xolasa. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, 50 boshini xizmatlari, mehmonxonalar, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ulardan qo'yib Qo'yib qo'yamiz aka. Nechanchi yil ekan aka bu MX? 2017 aka. 2017-yil MX avtomashinasi ekan. Lux konditsioner aka Ha, mashina. Lucas konditsioner deyapti akamiz, xudo xolasa. Polni navorot mashinamiz. Ponni navorot deyapti, mana monitorlari ham bor ekan. Hop, 229791 yurgan ekan, xudo xolasa. Lucas konditsioner MX avtomashinasi. Motor hadovoy zo'r, 4 ta baloni yangi aka mashina. Aha, 4 ta baloni yangi deyapti akamiz. Motor hadovoylari zo'r, xudo xolasa. Ha, zo'r aka. Oladi, minadi maza qilib deyapti. 2017-yil istagan yili yangiroq Matiz mana, xudo xolasa. Kraskasichi aka? Kraskasi bitta eshikdan bitta orqa kriloda. Mana shu eshikdami? Nari, sho'pida Narigi eshik bilan kriloda. orqa kriloda bor deyapti. Bu degani bir 20% aka? 20%cha. Ha, 20%. Orqa oldilari butun deyapti. Demak, 20% xolos ekan kraskasi. Yumshoq. Hadovoylari vaqti yumshoq deyapti. Ha, benzin propanmi? Ha, zo'r ekan. Propanni ertagalik metanda o'chirib turmaydi. Propanda maza qilib yuradi aka. Benzin propan deyapti akamiz mana. Evakor polilar solib qo'yganlar, chexollar udar, rollar aka mana. Ulashchasidan aka. Cho'tki holat turdi, o'chirib qo'yasiz qo'shib. Aha. Xo'p, aka buni nech pul deyapsiz endi? Buni aka yaqinroq qilib aka 3900 bo'lsa berib yuboramiz aka. $3900. Bo'ladigan. Bo'ladigan narxi. $3900 ga mana xohlagandaqa bitta o'radi. generalniy domenimiz hamma yo'q chiqaradi, ha? O'radi. Ha, $3900 ga akamiz berar ekan. Nomeringiz aka? 91lik. 91lik 028 028 0001. 0001. Aka bozor Arzonroqdan istagan bo'lsa buni ham qo'yib. Mana ham qo'yib bering mana. Akamizdan qayma rang Maloshli Matiz avtomashinasi bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Nechinchi yil bu endi aka? 2010-yil. 2010-yil ekan, xudo xolasa akalar. Hop, MX ekan bu ham. MX 89. MX 89, xudo xolasa mana. Salon holatlariga keladigan bo'lsak mana xizmat qilingan mana normalniy. Hop, probegini ko'rsatib qo'yamiz. 258130 yurgan ekan. Probegi. Hop. Kraskasichi aka buni? Kraskasi buniki bir 50% cha bor, lekin butun mashina. 50% cha kraskasi bor deyapti, lekin butun mashina deyapti. Suyagi butun, ha, xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek suyaklari xudo xolasa butun deyapti akamiz. Ya'ni ustasini olib kelib bemalol tekshirtirib olsa bo'laveradi. Shumka qilinganmi aka? Shumka qilingan, polni shumka. Polni shumka qilingan ekan, eng qizig'i. LED faralar qo'yilgan ekan. Ha, LED faralar qo'yilgan Maloshni avtomashina akalar. 2010-yil dedi. Ha, 2010-yil dedi xudo xolasa. Hop. 50% kraskasi bor, suyagi butun, motor hadovoyda umuman ishi yo'q, aka. Zo'r, endi ancha-muncha bor ishi, lekin motor rasxodlari, Motor rasxodlari zo'r. Buni aka yaqin qilib 2,5 mingga bo'lsa berib $2500, undan kam yo'qmi aka? Yana jicha xayriga o'tib beraveramiz. 2300 ga bo'ladimi aka? Biz kanalimizda desa. 2300 ga aka bermadi. Bermadilar. 2400 ekanda, ha? Obunachilar bo'lsa aka beramiz aka shu mashina. Demak, $2400 ga akalar bemalol olsanglar bo'ladi akamiz bilan. Gen davennis оформление любой dokument chiqaradi. Bo'ldi aka. Nomeringiz? 91lik 028 0001. Aka bozoringiz bersa. Sizdan 2009-yil Bardoviy Matiz avtomashinasi akalar. Probegi 263 ming yurgan ekan, MX ekan. Nech 89 mi bu qanaqa aka pozitsiyasi? Ha, prostoy ekan akalar mana. Omalaka mana go'zal ekan, mana ko'rinib turishi. Bu aka rangi o'zi shunaqa edi. Rangi o'zi shunaqa edi. Shunaqa aka. Mana. Salon holatlari ham cho'tki holat turibdi akalar. Suyagi butun mashina deyapti mana akamiz. Kraskasini ayting aka, kraskasi. 30% bu yo'llarida bor deyapti. Mana balon holatlari archa holatda, yaxshi holatda turibdi ekan mana, xudo xolasa akalar. Hop. Gaz, benzin yura olgan. $2800 deyapsizmi aka buni? 30-35% bor ekan, 30-35% kraskasi bor. Ya'ni ustasini olib kelib bemalol tekshirtirib oladi. Motor hadovoylarda ishi bormi yo'qmi aka? Javobi oladi, minadi, xudo xolasa. Oladi, minadi deyapti. Hop, $2800 kami qancha aka? Aka buni 26 ga beramiz aka, obunachilaringizga. $2600, 2500 gacha aka? Beraveramiz. 2500 ga dollar chiqadi. $2500 ga 2009-yil 263 ming yurgan 30-35%lik Bardoviy mana ko'rib turganingizdek yiltillab turibdi. Matiz avtomashinasini 2500 ga akamiz berar ekan, xudo xolasa. Umuman chiqimi yo'q, oladi minadi. Oladi minadi aka. Xudo xolasa. Ana akalar mana ko'rib turganingizdek yoqimli mashina. 93lik nomeri 252 66 79. Aka bozoringiz bersa. Hop. Akalar mana qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Charchamiz nechinchi yil ekan bu? Qayma rang. 2012-yil qayma rang Matiz avtomashinasi akalar. Bestmi, Luxmi aka?
Anaqa MX mi? Ha. Ha, best konditsionerlari bor deyilyapti mana. Hop, xudo xolasa. Motor hadovoylarda-chi ishi bormi yo'qmi aka? O'zingizdanmi aka? O'zingiz tirikchilikmi? Ha. Xo'p, motor hadovoylari yaxshi, o'z minib ko'rdingiz aka. Yaxshi ekanmi? Olgan odam hali maza qilib minadiganmi demoqchiman-da inshaalloh aka. Kraskasi aka, kraskasi necha foiz? Kraskasi top-toza, umuman anaqasi yo'q. Demak, akamiz aytishi bo'yicha kraskasi toza ekan, best avtomashinasi akalar. Xudo xolos konditsionerlari bor deyapti. Konditsionerlar ishladimi? Konditsionerlar ishlaydi deyapti. Motor hadovoy zo'r, xudo xolasa. Motor hadovoy yaxshi deyapti, xudo xolasa akalar. Probegini qancha dedingiz aka? 217 ming yurgan ekan, mana kulchatir bilan aynalar ochiladi bestda, mana xudo xolasa akalar. Hop, qayma rang Matiz avtomashinasi, mana chiroyli holatda turibdi. Hop. Nech pul deyapsiz aka endi buni, xudo xolasa? 4 ming kam bor. Qo'lga tegishi qancha aka? 37. 3,5 mingga bo'lmaydimi? 3,5 mingga to'g'ri kelmaydi, 3600 chi. Faqat 3700 ga akamiz bilan baraka qilsanglar bo'laver ekan. Mana balonlari ham bunaqa yomon bo'lib ketmagan. Mana archa holatda turibdi akalar. Mana qalpalari ham chiroyli qalpalar taqib qo'yilgan ekan, xudo xolasa. Hop, 3700 dollar. Gen, davenniz hamma yo'q chiqaveradi, xudo xolasa. Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, faqat naqd ekan. Nomeringiz aka? 97lik 167 247. Aka, ishga kiryapti. Hop. Akalar mana xudo xolasa Matizlarni ko'rdinglar. Kimga qarasiniz yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi akalar. Naqqa, variantga hammasi bor, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek, sizdanmi aka bu Gangsvet? Nechinchi yil aka? 2009-yil Gangsvet MX avtomashinasi. Kraskasi necha foiz buni aka? 5% kraskasi bor deyapti. Maylar bu joylar urilib olgan ekan aka. Ya'ni ustasini olib kelib bemalol tekshirtirib olsa bo'laveradi. Doğrusu mana balon holatlari sillalashib qolgan ekan. Endi qishki kunida bemalol almashtirib olsanglar bo'laveradi akalar. Hop, motor hadovoyda ishi bormi yo'qmi aka buni? Motorda ishi yo'q, hadovoy endi o'ziga moslab oladi. Ha, motorida umuman ishi yo'q deyapti. Hadovoyni endi o'ziga moslab oladi deyapti, xudo xolasa. Probegi qancha aka buni? 266 ming. 266 ming yurgan ekan. Mana akalar, salkam 267 ming. Salon holatlari mana akamiz chotki deyapti. O'zlari yana zaqlab o'tirishibdi mana, ko'rib turganingizdek. Hop, mana. Hop, akalar mana MX Luxa bu aka. Luxus Euro motor ekan, mana orqa holatlari go'zal holatda. 5% deyapti, xohlasa. Ha? Orqa bufurlarni yangi qo'yib qo'yganmiz deyapti akamiz mana. Orqa bufurlarni yangi qo'yib qo'yganmiz deyapti, xudo xolasa. 2009-yil 5% kraskasi bor. 267 ming atrofida probeg yurgan ekan. Yurgani. Motorida umuman ishi yo'q deyapti. Hadovoyni o'ziga moslab oladi deyapti. Xo'p, nech pul deyapsiz aka buni? Qo'lga tegish qancha aka? 2800 gami, 2700 mi? Aytavering. Ha, 3000 mi? 3000 dan yancha kelsa bo'ladi, ha, xudo xolasa barakasiga. Ha, 3000 dan yana kelsanglar sunnatiga akamiz o'tib beraman deyapti, xudo xolasa. Gen, davengiz hamma yo'q chiqaradi, variant bormi yo'qmi? Faqat naqqa ekan, xudo xolasa. Nomeringiz aka? 94lik 054 7151. Aka bozoringiz bersa. Akalar mana xudo xolasa ko'rdinglar. Matizlarni 2,5 mingdan 2300 dan tortib 3000, 3,5 ming, 4000 gacha bor. Matiz avtomashinasiga qiziqib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol yoqtirgan mashinalarni ancha-muncha qo'yapmiz. Har bitta videoda bir 6-8 ta video qo'yilyapti. Matiz mashina qo'yilyapti. Masalan, Matiz qatoriga oladigan bo'lsak, Matizda shunaqa qilyapmiz. Damas qatoriga o'tadigan bo'lsak, Damas ham xuddi shunaqa 6-8 ta, 10 tagacha video mashinalar qo'yapmiz. Imkon qadar videomiz ham ko'payib ketmasin deb 10 minutlik, 13 minutlik, 15 minutlik video qilyapmiz. Xudo xolasa akalar, videolarimizda qanaqadir kamchilik bo'lsa kommentariylarda yozib qo'ysanglar, o'zimizni anaqalarimizni to'g'rilab, xudo xolasa yanada faoliyat davom ettiramiz, xudo xolasa. Hop, akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha ishinglarga rivoj. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirib, like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz.